Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi obzorimiz Mercedes-Benz W223 S500 avtomobilimiz haqida bo'ladi. Bu avtomobilimizdan to'liq obzorlarini qilganmiz. Yanada qo'shimcha ma'lumot o'rnida obzorlarni qilishga qaror qildik. Avtomobilimiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 60 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Salonlari qo'shinli turibdi hali. Salon joylarini ko'rishsak 60 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Akustikalari Burmistr. Eshiklarida 3 talab akustikalari bor. Aylanish tuzatilganligi. Ikkita 3 ta akustikalari bor. Сиденье massaj, dush, обогрев, сиденье память, сиденье управления. Siferblatlarini ham o'zgartirsa bo'ladi. Mashinamizni har xil o'zingizga moslab qolgan siferblatni qo'yib olsangiz bo'ladi. Klassik, eksklyuziv, sportivniy, spokойный. O'zbekiston kartasi o'rnatilgan mashinamizga. Pnevma podveskalari bor. Mashinamizning barcha funksiyalarini shu monitor orqali boshqarsak bo'ladi. Mashinamizning orqa sidenlariga kelsak, orqa sidenlardan juda ham ko'p navorotlari bor. Orqa ikkita monitor, orqa planshet. Orqa sidenlarimizda ham massajlari bor, obogreflari bor. Hammasi shu eshikda joylashgan. Shu eshikdan boshqarib ketsa bo'ladi. Задний klimat kontrol, orqa xolodilnik. Xolodilniklarini ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz juda ham qo'shimcha holatda, ideal holatda saqlangan. 2021-yil 60 ming yurgan. Kraskalari top-toza. Mashinamizda 3 litrli turbina motor, 135 tortqichi bilan jihozlangan. R20-razmerdagi zavodskiy diska balonlarida. Diska holatlari ham, balon holatlari ham yengil hali. Polniy kuzov qismi broneplyonka bo'lgan, kraskalari top-toza. Narxini video opsiyasida yozib qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastki telefon raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol kelib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Shunga o'xshagan mashinalar kerak bo'lsa, pastki telefon raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.